Assalomu alaykum hurmatli Xorazm 555 kanal obunachilari, o'rtoqlar. Urganchimizda archani bezab boshladilar. Bugun 3 dekabr ekan o'rtoqlar. 3 dekabrdan o'zi yangi yil boshlandi. Hamma joyda archalar yangi yil kirib keldi o'rtoqlar. Archani jatib turibdilar. Ular hozir bu yil tayyor bo'lib qoladi vaqt. Balandlik ham biroz bor, baland tashibdi lekin mana. Bu parkning ichida. Parkning ichida jatib turibdi. Gigantni hamma bilsa kerak o'rtoqlar.